239 odam bir kunda izsiz g'oyib bo'ldi va ularning qayerda ekanini hozirgacha hech kim bilmaydi. 2014-yil 8-mart kuni Malayziya aviakompaniyasining Boeing 777 samolyoti Kuala Lumpurdan Pekinga uchib ketdi. Samolyotda 239 kishi bor edi, 227 yo'lovchi va 12 ekipaj. Uchishdan 40 daqiqa o'tib, samolyot radarlarda g'oyib bo'ldi. So'nggi signal Hind okeanining ustida qayd etildi. Katta qidiruv ishlari olib borildi. 26 mamlakat qatnashdi. Milliardlab dollar sarflandi. Faqatgina ba'zi parcha bo'laklari Afrika qirg'oqlarida va Hind okeanining orollarida topildi. Samolyotning aniq qayerga qulagani va nima sababdan aloqa uzilgani hozirgacha noma'lum. Odamlarning fikricha texnik nosozlik, lekin aloqani butunlay yo'qolib qolishini hech kim tushuntirib bera olmadi. Terrorchilik yoki samolyotni ataylab yo'qotish bu ham isbotlanmagan. Uchuvchining qasddan qilgani bu ham taxminlardan biri, lekin dalillar yo'q. Harbiy sir. Ayrimlar buni yashirilgan operatsiya deydi. Bu voqea haligacha 21-asrning eng katta jumboqlaridan biri bo'lib qolmoqda.